Shu ikkita Real Madrid o'yinchilari afsuski 100% jahon chempionatida ishtirok etishmaydi. Hoziroq Madrid yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, chunki bu yerda jamoa haqida barcha yangiliklar chiqadi. Tanishing, Eder Militao. Bir necha kun oldin u yana bir bor jiddiy jarohat olib, afsuski oyog'ini operatsiya qilishi haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Va bir xillar hali ham u jahon chempionatgacha tiklanib olishi mumkinligiga umid qilayotgan paytida o'yinchi o'zi rasmiy bayonotida afsuski endi u faqatgina oktyabrda qaytishni tasdiqlab o'tdi. Bu esa Braziliya terma jamoasi uchun katta yo'qotish. Chunki ularda himoya chizig'iga tarixiy hujumdagi ko'p nomzodlar yo'q. Ikkinchi o'yinchi esa bu Rodrigo. U bir necha oy oldin jiddiy jarohat olib Real Madrid safidan chiqib ketib, faqatgina keyingi yil maydonga tushishi mumkinligi haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Va bu degani u ham afsuski hammamiz kutayotgan turnirda ishtirok eta olmaydi. Siz esa so'nggi Real Madrid xabarlaridan qolib ketmaslik uchun albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling.